Mana bu elektromoravey. Hozir 5 ta akkumulyator, mana 4 ta. 5-inchisi bu ulanmagan. Отдельно turibdi. Hozir 5 ta akkumulyatorda ishlayotgan vaqtda mana bu 72 volt. 72 volt mana shunday ochiq turadi. 5 ta akkumulyatorda. 72 volt ulanmaydi. 5 ta akkumulyator turganda. Qachonki mana bu akkumulyator ulansa, mana bu akkumulyator 6 ta akkumulyator bo'lsa, o'shanda mana buni ulash kerak bo'ladi 6 ta akkumulyatorga. 6 ta akkumulyator 12 voltdan 72 volt bo'ladi. O'sha vaqtda mana shu ulanadi. Bo'lmasa bu ochiq turadi. Bu mana shunday ochiq turadi. Bu mana shu simlarda отдельно turibdi. Bular hammasi bu yerda ulanadigan, ochiladigan datchiklar bor. Bularning bittasi yumshoq qo'zg'aladigan datchik bor bu yerda. Keyin uzib qo'ysa, qattiq qo'zg'aladigan datchik bor. Shtekirlar bor mana shu yerda. Shunga qarab ulanadi. Keyin bunda hech qanaqa sport rejim yo'q. Bu BYD emas yoki Li9 emas. Sport rejim bo'lsa, bu yerda sport rejim deb qattiq qo'zg'aladiganni ulab qo'yapti. Tamom, uni hech qanaqa sport rejim yo'q bu yerda. Prosta mana shuni ulab qo'yadi bittasini. Qattiq qo'zg'aladi. Mana motor daq etadi. Shu vaqtda birdaniga оборот beradi. Unda ham balonni kavlamaydi. Sal qattiqroq qo'zg'aladi. Uni ulab qo'ysa, qachonki yuklagan vaqtida reduktorning ichidagi tishini to'kishi mumkin. Uni ulash kerak emas, shu yumshoq qo'zg'alsa yaxshi. Keyin sport rejim deb so'rab yotmanglar, u sport rejim emas u aslida. U qattiq qo'zg'aladigan rejim. Yumshoq qo'zg'aladigan rejim bor. Mana shuni uzib qo'ysa, yumshoq qo'zg'aladi. Keyingi videoda xohlasangizlar 6-akkumulyatorda ham ulab, 6-akkumulyatorda ulab, mana bu 72 voltni ulab yoqib ko'rsataman. Bu 5 ta akkumulyatorga mana bunaqa zaryadnik qo'yiladi. Keyin bu 5 ta akkumulyatorga mana bunaqa zaryadnik qo'yiladi. Mana 60 volt. 60 voltlik zaryadnik qo'yiladi. 60 ga 74 volt. 520 wattlik zaryadnik qo'yiladi. Mana bu 58 amperi. 58 amper. Mana bu akkumulyatorda ham yozilgan 58 amper deb. Mana 58 amper yozilgan akkumulyatorga ham. Mana shunisiga e'tibor qilasizlar. 5 ta akkumulyatorga 60 voltlik zaryadnik qo'yiladi. 5 ta akkumulyator bilan mana bu 72 volt uzib qo'yiladi. Mana shunga e'tibor qilasizlar, bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yana savollar bo'lsa, kommentariyada yozsangizlar, video qilib chiqaraman xudo xolasa. Xayr, salomat bo'linglar.